Minecraft'e bulamasa. Kırbalamız. Yaramaz reklama. Şuradan tıkışın şurada. Barta salam sizler bilen ben Minecraft. Bugünkü videoda bugünkü videoda biz mana bu kirgandik. Ben böyle bu üylerde görgendik. Endi başka üylerde göremez. Demek videoga let's go. Bugün sal keyfiyet yapıp dostlar. Demek ketdik. O'tgan gal biz qishloq topgandik. Endi o'sha qishloqqa borib ko'ramiz do'stlar. Endi borib ko'raylik qishloqqa. Mana do'stlar qishloqqa ham keldik. Demak endi bu yerda Demek videoda let's go. Yok. Dostlar kötü geliyor. Başka yapalım. Demek videoda let's go. Güzelmiş lan şimdi. Bak başka yer yapalım dostlar. Benim kuram şimdi. Portal kurarmış. Portalca bak koyarmış. Ben portal mükemmel başka. Belki bir robalık kurarmış. Bana şimdi başı gitti. Mana dostlar utanıyorum. Hani dur. Gördünüz mü dostlar? Bu olmaz kaç şey bo'ladi. Mana. Endi buni qilichga o'ldirishimga to'g'ri keladi. Mayli ko'paytiraveraylik buni. Çünkü zombilerden keşfeden öldüredi. Katma telefon. Aga. Bir keçinle dostlar. Başka video çıkar almayayım. Ben şu final videoyum. Aba. Demek videoya let's go. Ben geçinle dostlar. Başka video çıkartmayayım. Ben şu ahmak telefonunu bir amallar hazırını bir koyamam. Anagraf açkanda computer kaptadır yani. Demek videoya let's go dostlar. Hardam şedik ben. Hali Doniyor mening videolarimni ko'rsa like bosar. Yusufboy ham yaxshi o'ynamay qoladi. Qor keladi ekan. Chopmay qo'yaveradi. Mana Roblox oti ismini berib. Demak
videoga let's go. Bo'ldi, vaqt etmayman. Bo'ldi, mana biz qaysi uyda yashaymiz do'stlar? Demak do'stlar, sizga qaysi uy yoqqanini kommentariyaga yozib ketinglar. Balki mana bu uy sizlarga tanish ko'rmayaptimi? Aysa mening yaqin jo'ram Yusufboyga. O'sha tanish bu uy. Mana shu o'shanga tanish. Raqamxona beradi. Yusufboy. Mening videolarimni ko'rib, keyin mening momoyog'im bilan. Mening momoyog'imni ko'rmaydigan. Okey geldim videoda mene şu aşını az önce gelmedi. Lakin bu bir kanal mı? Ha körüne dostlar. Tıkılı şey buradan bir buradan çalışan market Porsche karşı yoktu. Bu mu yok ki haliyen çok tamam. Bakın bu mu? Yok ki benim sevgisi mi? Hozir ko'rsataman do'stlar. Sizga qaysi o'yin yoqqan bo'lsa, kommentariyaga yozib ketasizlar. Bu uyning ismini aytib qo'yaman. Bu uyning ismi xo'sh. Dom. Aslında keyin yana ko'rsataman. Agar yoqqan bo'lsa, o'shalarning bitta ismini kommentariyaga yozinglar do'stlar. Bu endi bu esa bu uy esa Ramal. İştiniz mi dostlar? Ramal. Dom Ramal. Bu uyning esa katta kvartira. Bo'ldimi do'stlar? Yo'q, anida bitta uy qolib ketibdi do'stlar. Yoki bu uyning ismi esa haligi oti nima edi? Voy. Temir. Bu uyning ismi esa Kontor. To'g'ri, bu Kontor uy. Mayli do'stlar, kechdi. Biroz uxlab olganimcha Aldayı korkuyorum. Bak alayıcı. Ay tanıttı. Mel gitti günde bir yerden. Ay çok koyar. Benim videolarım kızlarla olsa bitti like. Bir abone. Hazır yeni videolarım yok değil mi dostlar? Komentarlarda yoktu değil, yazıydınlar. Yakın olsa elbette. Endi hoş. Nima qilsak ekan? Shoshma. Balki nima ko'raman? Bitta bir narsa ko'rdim. Kutubxona. Kuramiz do'stlar. Mana shunga o'xshagan bo'lsa bo'ldi. Videoni kuzatishda davom etinglar do'stlar. Men chunki asabim shamollab meni
Men shunchaki shamollab qolganman do'stlar. Bo'ldi, boshqa qilmayman. Demak, bu yerda qurib qolaylik. Demak, endi bu yerga menimcha qaravam. Bana yoqqan bo'lsa bitta like. Men o'zi hamma mening videomga bulut 3 obuna chiqadi. Yana bir bo'lgan do'stlar, 10 obuna chiqarishim kerak. Mana qaram. Agar yoqqan bo'lsa bitta let's go. Sen ketdik. Mening videolarim yoqyaptimi sizlarga? Albatta deb yozinglar. Mayli. Endi yana nima qilamiz? Balki bu bitta uyga, daraxtli uyga kirib kelaylik do'stlar. O'sha meni kuyovim. Hozir sizga bitta kulgili gap aytaman. Bu kinodagidek. Harry Potter filmini ko'ryapsizlar do'stlar. 3-qismida mana bu daraxtning tagiga chiqadi-ku Harry Potter. Keyin mana shu yerga keladi-da. Ya bunda Ron Weasley mana shu yerda o'tirgan bo'ladi. Keyin Sirius Black mana bu yerda turgan bo'ladi. Keyin Harry Potter keladi-da. Ronni ko'radi, keyin ikki oyoqchilarni ko'radi, u Sirius bo'ladi. Keyin Remus Lupin keladi. Uning Hogwartsdagi ustozi bo'ladi. Keyin Snape keladi, professor Snape. Gary esa uni mana bu yerga otib yuboradi. Asan Ronning sichqoni kalamush Peter Pettigrew bitta otlarda mana shu kelib olib keladi. Bu Harry Potterning uyi do'stlar. Demak, bo'ldi. Agar uy yoqqan bo'lsa bitta masalan yoqqan bo'lsa bitta like yana. Hey! Hozir! Voy, meni kechirasizlar do'stlar, boshqa ketib qoldim. Uzun kuttirib qo'yganim uchun endi videomizni yakunlashga to'g'ri keladi. Barchaga xayr do'stlar, bugun videomiz shu edi. Video yoqqan bo'lsa bitta like va obuna. Demak, ko'rishguncha xayr do'stlar.